Mana o'zini og'zi bilan gapirdi. Hamma narsani tushundinglarmi? Instagramga ishonmanglar. Haqiqiy gap ketyapti mana. Rahmat Komilov, Ra'no bilan bizni yuzimizni yorug' qilib qo'yganing uchun. Katta rahmat. Endi odamlar gapiraveradi. Mana hojijonlar o'tirishibdi. Allohga bu yerda shukur bilan umra qilib keldim. Buning uchun Ra'no bilan erkin keyin boradi. Ular endi haj qilib keladi. Sen bilan kim borishini aytaymi? Ko'ngling istagan odam bilan borasan. Buning uchun bu gaplarga ishonmanglar. Aka, o'zini singlisiga uylanish mumkinmi? Hoji onalar nima deysizlar? Singil akaga tegishi mumkinmi? Yo'q. Buning uchun bu meni singlim. Buning uchun bu gaplarning hech qaysisiga ishonmayman. Umuman. Buning uchun seni tabriklayman, mana 6-0 seni foydangga.